qalbni kengaytiradigan, yurakni yozadigan, g'am tashvishlarni bulutini ketkazadigan amallardan bittasi bu sayohat. Sayohat degani albatta katta pulni sarflab boshqa chet o'lkalarga borishni tushunmaslik kerak. Tog'larga chiqib ketish, o'rmonlarga rihla qilish, sahrolarni kezish, qirlarga sayr qilish, tabiatni qo'yniga chiqish. Tog' toshlarga nazarga solish, daryolarga bir tikilib o'tirishdik. Biz sayr sayohat, tog'lar chiroyli bo'lgan payt. Toqqa ko'tarildi. Baland toqqa ko'tarildi, uzoqqa nazarini tikib tur. Yozilasan. Kenglik insonning qalbini yozadi. Alloh azza va jalla jannatga siz bilan bizni da'vat qilgan paytda jannatni maqtab, uni kengligini aytadi. Astagfirullah va sari'u ila mag'firatin min robbikum va jannatin